Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, Ahmadullo o'z kanalining nashriy obunachilari, do'stlar, Effect Cornga kelganmiz. Bu yerda granula shaklidagi yemlarni chiqaradi. Do'stlar, buning tarkibida juda ko'p mineral moddalar, hayvonlarimiz uchun, qo'ylar va mollar uchun juda ham foydali bo'lgan mikro va makro elementlar bor. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, mana granula shaklidagi yemlar asosan hozir mol va qo'ylar uchun, qo'y va mollar uchun chiqarilmoqda. Do'stlar, bu granula shaklidagi yemlar 40 kilodan hisoblanadi. Bular nimaga bunaqa granula shaklida desalaringiz, allergik kasalligiga chalingan insonlar bo'ladi. Allergiyasi bor, changga allergiyasi bor insonlar bo'ladi. Ana shunaqangi allergiyasi bor insonlar uchun mana shu granula shaklidagi yemlarimiz ular uchun tavsiya qilinadi. Nimaga desalaringiz, bunda chang bo'lmaydi. Chorvachilikka qiziqadi, lekin allergiyasi bor. Yemlar hammasi chang. Lekin chorva qilolmaydi allergiyasi bor sababli. Buni yechimi mana granula shaklidagi yemlarni oladi, shunda solib beradi. Buni na changi, na boshqasi bo'ladi. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, hattoki allergiyasi bor insonlar ham bemalol chorvachilik bilan shug'ullanaveradi. Hamma narsaning iloji bor. Do'stlar, mana yemlarimiz katta ob'yemda. Mana bundan tashqari mana stanoyimiz bor. Bu stanoyda shaxsan o'zimga aloqa etsalaringiz, men nomerlarni topib beraman. Mana shunaqa sexdan ishlab chiqaradigan mana ko'rishingiz mumkin. Yemimiz aslida chiqib ketaveradi mana. U asliga boradi. Do'stlar, shular jarayoni mana. Bunda yem so'radi, ishlashadi. Do'stlar, ko'rishingiz bundan tashqari katta bunkerlar bor mana, katta bunkerlar. Hurmatli obunachilar, mana yemlar katta ob'yemda, mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu yemlarda aralashgan barcha minerallar bunga katta bunga tushadi, mana bu pompaga tushadi. Bu pompa orqali shinek bor. Mana bu turbani ichida shinek bor. Bu shinek mana bunaqasiga aylanadi, bunga tortib ketadi. Undan dravikaga tushadi. Dravikaga nima sababdan desalaringiz, dravikada donli mahsulotlarni maydalaydi. Undan keyin mana bu mishalkaga qo'shiladi. Bu mishalkada aralashib hamma yem, minerallari ham, suvlari ham hammasi aralashib, undan keyin bunga o'tadi. Bu katta shinek o'tadi. Bu katta shinek o'tadi, bu bunkerimiz o'tadi. Bu bunkerda yem pishiriladi va undan tashqari pishgan yem, har yordamida pishgan yem granulatorga tushadi. Bu granulatorga tushgan yem pishgan ham granula shaklida. Undan keyin mana bu holatda va sovish jarayoniga ketadi. Mana bu raketa deyiladi, havo orqali sovitiladi. Bunga tushgan yemlar hammasi sovigandan keyin bu yoqqa olinadi, mana elekdan bu yoqqa qoplaniladi mana. Bu yoqqa qoplanib, mana bunaqasiga joylanadi. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga yana qanaqangi mavzudagi videolar chiqarishni xohlasanglar, aytsanglar, kommentariyada yozsanglar, men qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qilaman. Do'stlar, kanalimiz yangi, like va podpiska qilmasdan ayamaysizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.